iPhone 16 Pro Max telefon olib qo'yganman. Bu telefonning kamerasini almashtirib berishim kerak. Korpusli o'zining kamerasi sinib ketgan. 1x kamera faqat. Misol uchun 0.5 qolgan kameralari butun, zoom kamerasi ham butun. Faqatgina 1x kamerasi singan. 1x kamerani o'zini обязательно yechib olamiz. Endi 245 gradusga qo'yganman 30 havoda. Hop, 1x kamerani yechib olish uchun atrofdagi kley tozalab olamiz obязательно. Hop, kleydan tozalab oldim. Yana kamerani kuratini chiqarib olamiz. O'zi ikkita tepasida bo'sh joy bor. Mana shunaqa pinsiya bor pichoq tiqish uchun. Kamerani butun chiqarib olish uchun. Hop, bu zoom kamera bilan 0.5 kameraga bo'lib tegmaymiz. Buni olib qo'yamiz. Hop, endi bu misol uchun glazga ketgan kameradan, brak kameradan 1x ga yechib olaman. Xullas, fokusda muammo yo'q. Bu kameraga hozir faqatgina obyektivni o'zini almashtiraman-da, shuni ham yaxshilab tekshirib ko'raman. Чтобы hech qanaqa kamchilik bo'lmashi kerak. Obyektivni o'zini almashtirgandan keyin, zo'r ishlagandan keyin, ana undan keyin bunga mana bu jisitchilarni qo'yib, ошибкасini yo'qotib olsam bo'ladi. Ko'ylak. Tak, mana bu shlev, jisit shlev. Ko'rishlar mumkin 16 Pro Max ga jisit shlev. Qaysi qilish juda ham oson, unaqa qiyinchiligi yo'q. Ideal bo'ldi. Cloud backup bosamiz, ana Cloud backup yozib ko'rinayotgan bo'lsa, qo'ying. Xo'p, mana ma'lumotni 0 turibdi. 5 ta papitka bor. 5 marta ma'lumot ko'chirsak bo'ladi. Xo'p, endi Cloud burun knopkasini bosamiz. Mana ko'chirib olgan ma'lumotimiz. Shuni ensure, ya'ni yozish knopkasini bosdim. Shu ko'chirib olgan ma'lumotni qaytadan yozyapman. Mana write so'kis chiqdi. Bu o'sha ma'lumotni yozib bo'ldim deyapti. O'sha mana ko'rib tursa 4 ta papitka qoldi. Ya'ni 4 marta shu shlevni ishlatsa bo'ladi ma'lumot ko'chirib. O'zi bu одноразовый qo'ygandan keyin telefonda ichida qoladi va ошибка chiqqanmi yo'qmi? Hop, ko'rib tursa hech qanaqa ошибка yo'q. Kameraga kirib ko'ramiz. Kameraga ko'rishlar mumkin. 1x kamera. 1x kamera ishlab turibdi. 0.5 ham ishlayapti. Endi kameradan kameraga o'tishini tekshiramiz. Mana bu 0.9 da 0.5 kamera ishlaydi. 1x ga o'tdi. Ko'rishlar mumkin. Deyarli sezilgani yo'q kamera o'tgani. Tochkasi o'zgargani yo'q, sentral tochka. Bu degani o'sha kameramiz yana o'zini zavodskiy holatdagi joyiga tushgan rovni. Agar mobil Instagramda tushunarli bo'lmagan bo'lsa, shu aytganimdek Telegram kanalimga o'tsanglar, u yerda xuddi shu ishni to'liqroq videosini qo'yaman. To'liqroq versiyasini, polni podrobniy ko'rishlar mumkin.